Ko'p biznesmenlar mendan xafa ekan, ularni qora qozonini qaynashiga men xalaqit berayotgan ekanman. Xitoyda yurishga yuribsiz, nimaga o'zini narxini ko'rsatyapsiz? Xalq bizdan kelib olmaydi-ku, ustiga 10 barobar qo'yib tashagan-ku sizlar degan gaplar bo'layapti. Lekin bu narsani men ko'rsatmasam, kim ko'rsatadi? Ko'rsatishimiz kerak. Insof bilan ustiga narx qo'ysa agar, menimcha yaxshi bo'ladi. Bu yoqdagi narxda 2 barobar sal teparoq bo'lsa agar, kargo, force major, yo'ldagi, к примеру, yuklar yo'qolib qolishi, shu taraflar bilan qarasak agar, to'g'ri bo'lib qoladi. Ustiga bir 1000 so'mlik narsani 2000, 2500 so'm sotsa agar, lekin 1000 so'mlikni 10000 so'm sotsa agar, men bu narsani ko'rsataveraman. Xalqning manfaati любой biznesmeningizdan ko'ra ustun turadi. Farosat bo'yicha O'zbekiston Xitoydan bir 200 yil oldinda metroga bunda ko'rishinglar mumkin. Mana yoshi kattalarni mana bu yoqda yosh bolachalar mana bu yerda o'tirishibdi-da. Joy beray degan narsa umuman xayolida ham o'tkazmaydi. Yoshi kattalar yerda ham o'tirishibdi. O'zbekistonimizda Allohga behisob shukr, avtobusmi, metromi farqi yo'q. Bitta yoshi katta odam o'tirsa agar, kerak bo'lsa 5 ta yosh bola shundoq bo'shatib berishadi joyi. Bunga sabab ota-onasi zo'r tarbiya beradi bizda. Shuning uchun har bir joyi plusi bo'lgandek minusi ham bor. O'zbekistonimga yetmaydi birontasi baribir. Konstovar sezoni boshlandi, narxini sizlarga yetmasam bo'lmaydi. Mana shu narsa donasi 180 so'mdan. Tushundingiz-a? 180 so'm. Mana bu 10 tasi 1800 so'm. 2000 so'mga ham bormaydi. Lekin buni no tarafi bor. Juda ham katta partiyada olish kerak. Juda ham katta partiyada. Ostatkasi ham talaygina. Shuning uchun biznesmenlarimizni to'g'ri tushunishimiz kerak. Ostatkasi ko'pligi sababli bu narsani 2000 dan yoki 1,5 so'mdan sotishadi. Tushundinglar? Bundan qolib ketadigan summa ham katta. Buni lekin olib sotmoqchi bo'lganlar bo'lsa, kommentariyada hozir plus qoldiringlar. Bu yoqda juda ham rosa ko'p narsa bor. Hammasining narxi ana shunaqa arzon. Evolyutsiya davri boshlandi. Hozir velosiped bilan bolalarni hayratga qoldirish mumkin emas. Endi bolalar menga velosiped emas, elektrobike, mana shunaqa narsalar o'zi haydasa erinchoq bo'lyapti, e'tibor beryapsizlarmi? Oldin ko'chada futbol o'ynardik, hozir uyda PUBG o'ynaydi. Shuning uchun yaqin 5 yilda eng zo'r sotiladigan tovarlar aynan mana shu elektrosamokat, elektrobike, elektroveliklar bo'ladi. Ushbu biznesni boshlamoqchi bo'lsangiz, kommentariyada plus qoldiring va sizga aloqaga chiqamiz. Agar farzandingizga samokat olib bersangiz, siz farzandingizga dushman ekansiz. 3 yoshgacha farzandga samokat olib berish mumkin emas. Agar samokat haydasa 3 yoshigacha bitta oyog'i kaltaroq, ikkinchisi uzunroq bo'ladi. Nogiron qilib qo'yasiz xullas. Biz hozir samokat do'koniga kelganmiz. Bu yoqda asosan men ko'rdinglar, 120 kilo vesim bilan men bu ko'tardi hozir meni. Mana shunaqa samokatlar bor ekan. Agar ushbu biznes sizga qiziq bo'lsa, hozirroq kommentariyada plus qoldiring. Qani. Davay. Go. Buni qaranglar. O chimaganni qaranglar. Qoyil qoldinglarmi? Mana do'koni ham shu yoqda ekan. Ana sizlarga reklama. Do'koniga olib keldi bolaga. How much? Bu karbonoviy ekan. How much? This one? 1,900. 1,500. 1,900. 900. 250 dollar ekan. Pulga arziydimi yoki yo'q? Kommentariyada yozib qoldiring. Olarmidingiz 250 dollarga? Olardi. Zo'r lekin. Yaxshi zo'r narsa ekan. Realniy zo'r, mana buni qarang. Qoyil. Agar yoqqan bo'lsa sizga ham bitta like. Xullas, Xitoyda medtexnikalar ham qilib yotibdi. Xohlaganlaringiz bor. Buni ko'ryapsizlar. Gradusniklar deysizlarmi? Ha, singan ayollar uchun. Assalar. Bu nimaligini kommentariyada yozinglar. Bu farzandli bo'lganlar biladi bu narsa. Hattoki men bunaqa narsalar ham bor ekan. Men bu protez oyoq bu ham kerak bo'lsa agar, men bor Xitoyda. Dalsha hamshiralarimiz uchun mana buni ikkitasi
Qani, yuragi uryaptimi? Yaxshi, tirik. Ketdik dalishi. Medtexnikalar bilan shug'ullanadigan aka-ukalarimiz bo'lsa, hozirroq bizga aloqaga chiqing. Inshaalloh men bu yoqdan yuklaringizni hammasini terib, O'zbekistongacha yetkazib beramiz. Biz xizmatda. Maza qildimda, tilamchilar, lekin QR kodlari bor. Yo'qda QR kod bilan pul so'rashadi. Naqd kerak emas, QR kod kerak. Mana shu do'konga lekin e'tibor beringlar. Arabcha o'ynab yotibman men bu yerda. Xullas, Xitoy bilan ishlashlarga qiziq bo'lsa, kommentariyada plus qoldiring. Barcha tovarlaringizni O'zbekistongacha yetkazib berasan. Voy. Barcha tovarlaringizni O'zbekistongacha yetkazib beramiz inshaalloh. Bizni qaranglar nimani ko'rsatyaptilar. Oynani shunaqa qilib yuvar ekan. Mana bu ikkinchi qili. Voy. Ana shunaqa qilib tushib ham ketadi-da. 100 dollarmi? 100 dollar. 110 dollar atrofida даже. Uni qaranglar tozalashini. Qo'yilmasizlar, ichiga suv bilan solasizlar, o'zi mana bunaqa tozalaydi. Lekin tozalayapti. Yo'q, mana buni qaranglar, xuddi boshqa galaktikaga tushib qolgandek. Ekran reklamalari deysizlarmi? Mana bunaqa reklamalar deysizlarmi? 3D'sini ham ko'rsating. Mana bu 3D reklamalar orqa qismida. Voy, qo'yilmasizlar. Mana bunisini qarang. Ichida mahsulotingizni qo'yasiz, mana bu shotutni qo'yamiz ichiga va mana bu odam reklama qilib beradi. Zo'ra. Xullas, kreativniy podxod продажalaringizga, biznesingizga ushbu mahsulotlar qiziqtirsa sizni, kommentariyada plus qoldiring. Aloqaga chiqamiz. Xitoyda o'g'il bolalardan ko'ra ko'proq qiz bolalar bilyard o'ynashar ekan. Hozir ko'rib hayratda qoldim. Rosa ko'p qiz. Buni qaranglar. Mana. E'tibor beringlar, hammasi qiz bolalar. Bo'lsa, hozir targoviy sentrdamiz. Mana, o'g'illar bilan bad-baravar o'ynab o'tirishibdi. Qoyilmisizlar? Men real hayratdaman. Bunaqa deb o'ylamagandim. Qiziq ekan-a? Video yoqqan bo'lsa, sizlardan bitta like. Ushbu chumadan nimaga 300 dollar degan savollaringizga oddiy qilib javob beraman. 140 kilogacha mana menday odamlarni ko'tarib, bemalol anaqa aynalib yursangiz bo'ladi. Tezligiga kelsak, 20 kilometr tezlikkacha soatiga harakatlanadi. Ana mana shunaqa qilib, mana bu tormozi. Xullas, vazningiz og'ir bo'lsa, bitta mana shundan olib oling. Bozorlarda yurishda qiynalmaysiz. Aeroportlarda ham, sayohatlarda ham bu ruchnoy klassiga o'tadi. Bemalol. It's tasty for drink. 哟，真好啊！谢谢。 Voy. Rosa qiyin ekan otishi. 哎呀，看不看？ Tasty. Voy, maza qildilar lekin. 好很。 Good. Haqiqatan ham behamat. Tabiiy mevalardan tayyorlangan, hamma haqiqatan ham zo'r. Ishonmasangiz bitta do'konga kirib, bitta olib ichib ko'ring-da. Agar yoqmasa menga aytasiz. 100% lekin ta'mi zo'r, ishoning. Sizdan bitta like. Mayli. 谢谢。 Shisha. 啊，谢谢。 Shisha dedimda. Har narsani sotilganini ko'rganman, lekin qurbaqani sotilganini bugun birinchi marta ko'rdim. Voy, onasini yevsin. Qoyilmisizlar? Buni qaranglar qancha qurbaqalar. Biz hozir bozoridamiz. Xitoyliklarning bozorida. Buni qarang. Kontent olib berishini qarang-da bu odamni. Voy, mana buni qarang. Mana bu sarg'i nima ekan ichidagi? Biladiganlar bormi? Voy. Har xil tovuqlarni ko'rganman, lekin mana bunisi oshib tushdi. Qora tovuq ko'rganmisizlar? Buni qaranglar. Voy, onasini yemsin. Bunaqasini birinchi marta ko'rishim. Sizchi? Agar ko'rgan bo'lsanglar, qanaqa tovuqligini bitta yozib qoldiringlar. Men shaxsan birinchi marta ko'rdim. Sizdan esa bitta like. Jonzotlarni qiynash bo'yicha jahon chempionlari. Voy. 我弄拍。 好了，可以了。
Qoyil desizlar, baliqlarni qaranglar qanaqalari bor. Xohlagan narsalaringiz bor bozorda. Buni qarang, sindirib tashlayapti, bir xil. Joning og'riydimi deb so'raydiganlar ham yo'qdi. Voy. Eng qizig'i tirikda u hali. Mana oshpazning chempioni. Mana ovqatni qanaqa qilib qilish kerak. Voy. Qanaqa ovqat ekan bu? Ichida kim narsalari bor ekanligi. Qoyil. Yes. Voy, bu nimani edi? Tez ketaylik. Xuddi Hindistondan olib kelishganmi? Nima? Xuddi Hindistondan olib kelishganmi? Ha, shunaqaga o'xshab. Voy. Yeb ko'rasizmi bu narsa men bu yerda? Qaragim ham kelmayapti. Yo, unaqa demang. Bular uchun yaxshi-ku bu. Qaranglar. O'rdagi tomog'i kesilgan. Demak, halolmi shunda? Ko'pchilik kommentariyada tomoq kesilmagan bo'lsa halol emas dedi. Mana kesilgan ekan. Bunisiga nima deysizlar? Kommentariyada kutaman javobni. Mana bu halol joy ekan. Mana akamizni ham qarang, do'ppida turibdilar. Mana bu yerda o'rdak pishirilgan. Mana shu o'rdak hozir halolmi, harommi? Savolimning sababi qaranglar, boshi olinmagan. Yozib qoldiringlar kommentariyada, qiziqmanki, ertaga yo yeyman yo yo'q. Qo'yinglar, o'zi nimani yemaydi degan savolga bitta javob topdim. Yer yuzida yo'q narsani yemas ekan. Qolgan hammasini yerdilar-da. Hamma narsa bor ekan. Nima deysiz aka, xitoyliklar nimani yemaydi? Qimirlamagan narsa yemasi kerak. Yo'q, uni ham yeydi. Qimirlamagan. Menimcha shu to'g'rirog'i. Qani o'zingizlar ham kommentariyada yozinglar, xitoyliklar nimani yemaydi? Kutaman javobinglarni. Do'ppiga maza qildim men, do'ppi. Do'ppi nomeradin ekan aka, lekin gap so'z bo'lishi mumkin emas. Osh qaranglar. Mana Xitoyda Uyg'ur akalarimiz osh pishirishyapti. Lekin do'ppiga bitta do'ppini ko'rsating. Oh. Men shunga 5 ketdim lekin. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aka, siz boshqachasiz. Yo, rahmat. Men siz bilan bitta ko'rishib qolaman. Shuni o'zi yetarli bo'ladi. To'g'risi qornim to'q bo'lmasa yer demak. Zo'r ekan. Boringizga shukr. Bitta like bosing o'zingiz shu. Rahmat. Hozir qarang, bitta o'yin o'ynaymiz, $100 yutib olishingiz mumkin bo'ladi. Qiziq ekan-ku. Qarang, buni ustiga qana bir behamatni qo'yingchi. Hop. Endi shunga tegmasdan turib $100 oling. Behamat dumalab ketib qolmasin. $100 ga ko'yasiz, maylimi? Qani davay ko'ramiz. Qo'lingizdan keladimi yo'qmi? Mana. Menimcha chiqib ketib qolsa kerak hozir. Mana behamatga. Qo'lingizdan tegmang. Yo'q, mana. Ha. Mana. Qarang. Chesni bo'lyaptimi yo'q? Kommentariyga yozib qoldiringlar. Mana. Oldimmi? Xayrlar jibul bilan. Xullas, nechasi bo'ldi deymiz, kommentariyga yozib qoldiringlar-da. Bunaqa qilamiz, qo'ying. Bunaqa olmaysiz, boshqacha oling-da, qanaqadir. Ya, taqting. Mana yana bir bor olaman. Qarang, mana qo'ydik. Hop. O'rtasida turdi, ha? Mana qarang. Yo, bu behamat siz tarafda menimcha bor, oyog'ini ko'taryapti. Kommentariyga yozib qoldiringlar, siz qanaqa qolgan bo'lasiz? Xayrlar. Yo, bering, men hali O'zbekistonga yetib olishim kerak. Hozir beramiz aka. Somsadan oling, mana o'zimnikini beraman sizga. Mana ikki sevishganlar qissasi. Bir-biridan battar bo'lib yotibdi. Nima deysizlar bularga? Zo'rg'a bir-birini ushlab o'tiribdi. Ko'rishinglar mumkin. Qiziqmi? Yo'q, lekin rosa chiroyli joylari ko'p, shaharni qaranglar. Shamol oppa. Ikkalasi ham oqqandi, eng qizig'i. Mana ikkita sevishganlar. Opa buruzlar ekan. Oybek aka. Xo'p. Men sizga kelin topdim. Qani? Ana iboli, xayoli hozir o'tib ketdilar buruzlar. O'ngiymi? Ha? O'ngiymi? Ha, xuddi o'zi. Akamizni qaranglar, shashlik pishirib o'tiribdilar.
Olarmidinglar shu akalarimizdan shashlik? Buni qaranglar. How much? Ha? Paket dedilar. Hurmatli Farhod Mannopov va orzular orzuligicha qolmaydi. Yurak urib tursa bas degan so'zini meni misolimda ko'rsanglar bo'ladi. Bu hammasi ayni haqiqat. Bolaligimda men bunaqa yutuqlarga erishaman deb hech o'ylamagandim, lekin hozir mana ko'rib turganinglardek. Orzularingiz bo'lsa, umuman shubha qilmanglar, albatta erishasizlar. Mana yetdi deysizlar hali. Burada mana kamera, mana yo'l, ham bu yo'lning o'rtasi. Shofyor yo'q. Mashinani shundoq tashlab ketgan. Nima deysizlar bunga? Agar bizda ushbu holat yuz berganida, mana yo'lning o'rtasiga qo'yganlar ekamiz. Nima bo'lardi? Bunga ham o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Qo'ying lekin. Yo'lning o'rtasida mashinani shundoq kamerani tagiga tashlab ketgan. Qo'ying.